Shukr qiluvchi bandalarga beriladigan imtiyoz, rahmatlarini, barakotlarini, yaxshiliklarini egalari bo'lishimizni Alloh hammalarimizga, farzandlarimiz, zurriyotlarimizga nasib etsin. Shukr qiluvchi bandalarga beriladigan barcha yaxshiliklarni egalari bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Rasulimiz, Habibimiz, Sayyidimiz, qalblarimizni nuri, ko'zlarimizni nuri, quvonchi, mehribonimiz, shafoatgo'yimiz har ikki olamda bizga ko'p yaxshiliklarni keltirgan, Allohni tanitgan, Rasulullohni tanitgan, otamizni, onamizni haqqini tanitgan, farzandlarimizni haqqini, ahliyalarimizni haqqini tanitgan, bizlarni har ikki olamda nurga yetaklagan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga eng samimiy, eng go'zal salomlarimiz, salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo rozi bo'ladigan, Alloh taolo o'zini huzuridagi muattar, mukammal bo'lgan salom va salovatlar bilan Rasulimiz ruh poklarini biz ummatlarning nomidan xushnud qilib, har ikki olamda ulug' ne'mat bo'lgan shafoatlariga loyiq ummatlardan bo'lishimizni Alloh hammalarimizga, farzand, zurriyotlarimiz to qiyomat keladigan barchalariga, ahliyalarimizga, yoru do'stlarimiz, jami mo'min musulmonlarga Alloh nasib etishligini sidqi dildan so'rab qolamiz. Duolarimiz ijobat bo'ladigan fazilatli soatlarda turibmiz. Alloh taolo hammalarimizni Alloh sendan alohida so'rayman deb turgan qalbimizdagi niyatlarimiz, duolarimiz, iltijolarimizni kamoli bilan, afzaliyati bilan ro'yobga chiqarsin. Xonadonimizni tinchligini, osoyishtaligini, oilamizni mustahkamligini, ahil inoligimizni Alloh kun sayin darajot toptirsin, mustahkam qilsin. O'zini rahmati, barakotlari yog'iladigan, dasturxonlarimiz to'kin bo'lishligiga bois bo'ladigan, o'zini toati bilan, ibodati bilan, o'zini zikri bilan obod bo'ladigan, fayziyob bo'ladigan xonadonlarni egalari bo'lishimizni Alloh taolo hammalarimizga o'zini fazli bilan nasib etsin. Yurtimizni tinchligini, osoyishtaligini Alloh barqaror qilsin. Yurtimizni obodligi yo'lida, xalqimizni farovonligi yo'lida, davlatimizni har tomonlama qudratli bo'lishi yo'lida, butun dunyoda obro' hurmatini sarbaland bo'lishligi yo'lida olib borilayotgan barcha ishlarga Alloh rivoj bersin, muvaffaqiyatlar bersin, omadlar bersin, barakotlarini, yaxshiliklarini yog'dirsin. Biz fuqarolar mana shundoq kuchli, qudratli davlatda istiqomat qilar ekanmiz. Allohdan so'rayotgan barcha orzu tilaklarimizni Alloh amalga oshirib berishi barobarida Allohimning toatini, ibodatini ham kamoliga yetkazib ado etib borish baxtini, saodatini Alloh farzandlarimiz, zurriyotlarimizga, o'zimizga, barcha yurtdoshlarimizga nasib etishligini Allohdan sidqi dildan so'rab qolamiz. Bugun suhbatimizning mazmuni yo'llarni haqqini ado etishlik. Yo'llardan to'g'ri foydalanish odob va mas'uliyatdir deb nomlangan. Yo'lni o'zi Alloh taolodan bizlarga berilgan ulug' bir ne'mat. Kalomi majidida Alloh taolo buni zikr qilib, minnat qilib desak ham to'g'ri bo'ladi. Bizlarga eslatib Alloh aytayaptiki: "Vallohu ja'ala lakumul arda fijajan." Vallohu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijajan. Kama qala ta'ala. Ya'ni Alloh sizlarga yerni tekis qilib berdi. Undan foydalanishingiz uchun, unda istiqomat qilishingiz uchun, yashashingiz uchun Alloh yerni basit, tekis qilib berdi. Unda yo'llar qilib berdi. Shu yo'llardan sog' salomat yurishingiz uchun deb Alloh marhamat qilyapti.
yo'l bo'lmasa edi, boradigan joyimizga juda qattiq mashaqqat bilan qiynalib borgan bo'lardik. Yoki borolmagan bo'lardik. Yo'l bor ekan, alhamdulillah bizni ancha mushkullarimizni oson qiladi, yengil qiladi. Yo'llarni bo'lishligi Allohning ulug' bir ne'mati. Allohni bizlarga bergan juda katta bir iltifoti. Uni haqqini rioya qilishimiz, unga shukronada bo'lishligimiz Allohim bizlarga yana boshqa ne'matlarini ko'paytirib, chiroyli qilib berishligiga bois bo'ladi. Bu oyatning mazmunida Alloh yo'llarni qilib berdim, har xil qilib berdim bu yo'llarni deb marhamat qilyapti. O'sha bitta qadam sig'adigan yo'ldan tortib, hozirgi bizadagi 6 qator, 7 qator mashina yuradigan yo'llarni hammasi, osmondagi tayyoralarimiz, samolyotlarning yuradigan yo'llari, dengizda kemalarni yuradigan yo'llari hammasi, yer ostidagi yo'llar deymizmi, temir yo'l deymizmi, buni hammasi Alloh taoloni bizlarga juda katta iltifoti, lutfi hisoblanar ekan. Undan to'g'ri foydalanishimiz shukr qilishligimizni bir jihatlari bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu to'g'rida sahoba-i kiromlarga izastavaytum alat tariq fa'addu haqqat tariq dedilar. Yo'lda turib qolsangiz, yo'lni haqqini ado eting dedilar. Ashabi kirom radhiyallohu anhum, ya Rasululloh, yo'lni ham haqqi bormi deb so'radilar. Yo'lda ham haq bormi deb so'rashdi. Rasululloh yo'lda haq bor dedilar. Eng birinchi aytganlari yaminan. O'ng tomondan yuring dedilar. Yurganimizda o'ng tomon, chap tomonimizni bizga qarama-qarshi kelayotgan odamlar uchun bo'shatib qo'yishimiz yoki chap tomonimizni shoshilayotgan odam uchun bo'shatib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Yo'lni o'rtasidan egallab yurishimiz durust bo'lmas ekan, sunnatga xilof bo'lar ekan. Rasululloh ashabi kiromlar yurayotgan vaqtlarda ham ularga qarab yaminan o'ng tomondan yuringlar deb buyurdilar. Demak, yo'lni birinchi haqqi, odobi o'ng tomonidan yurishlik bo'lar ekan. Ikkinchi odob yo'ldagi aziyatlarni, ozorlarni olib tashlash. Juda muhim masala. Hattoki bu masalani Rasululloh iymonni borligi yo'ligini belgilaydigan masala qilib aytdilar. Al-imanu biz'un va sab'una shu'batan. Va fi rivoyatin 60 shu'batan. Iymon bir bo'lak va uni 70 ta shoxchalari bor dedilar. Bir rivoyatda 60 ta shoxi bor degan ekanlar. Eng kuchligi la ilaha illalloh kalimasidir. Iymonning eng ulug'i la ilaha illalloh kalimasidir. Bu kalimasidir deb qo'yganmiz, shu kalimaga sodiq bo'lishimiz. To'tiga o'rgatib qo'ysa ham, to'ti ham la ilaha illalloh deyotibdi. O'risga ham o'rgatib qo'ysa la ilaha illalloh deyotibdi. Lekin unga sodiq bo'lishlik, la ilaha illalloh deganda nima ma'no chiqayotganini tushunib, shunga amal qilishlik mana shu iymonning eng kuchligi. Hatto qiyomat kunida Rasululloh aytadilarki, amal qilgan odamni la ilaha illalloh degan so'zi bir qog'ozga yozib olib kelib taroziga qo'yiladi. Tarozini bir pallasiga qilgan amallari qo'yiladi. Gunohi-yu,
savobi hammasi bitta tarozini pallasiga. Bitta pallaga o'sha yengilgina qog'ozga yozilgan la ilaha illalloh kalimasi. Muhammadur Rasululloh. Bu palla og'ir keladi. Og'ir kelishligi amal bilan. Allohga yaqinlikni hosil qilishlik bilan og'ir keladi. Kalimani etib qo'yib yuradigan odam u o'ylamasin, u hozir jumani o'qiyotganda musulmon, jumani o'qib chiqishi bilan anetda g'ayri musulmon bo'lib qoladiganlar bor. Hozir bu yerda juda kechirim so'rab, uzr so'rab yuradigan bor. Masjiddan tashqariga chiqsa bo'ldi. Bu haqiqiy yuzi ochiladi. So'kishgan, urushgan, g'iybat qilgan va hokazo gunohlarga bemalol yugurib ketadigan bo'lib qoladi. Uni kalimasi unga foyda bermay qoladi. Shuning uchun iymonning eng ulug'i la ilaha illallohdir dedilar. Adnohu imotatul aza anit tariq. Eng past maqomi yo'ldagi ozorlarni, musulmonlarga yetishi mumkin bo'lgan aziyatlarni olib tashlashdir. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar beradilarki, bir insonni amallarida kamchiligi bor ekan. Riyoga o'xshagan yoki kibrga o'xshagan, minnatga o'xshagan kamchiligiga yo'l qo'ygan amallarida. Shuning uchun Alloh qabul qilmadi. Lekin shu yo'ldagi bir odamlarga ozor berishi mumkin bo'lgan cho'pni olib tashaganligi uchun, daraxt shoxini olib tashaganligi uchun shu ishni yolg'iz men uchun qilding. Men bildim bu ishni va o'zing bilding. Shuning uchun mana shuni sababidan seni hamma amallaringni qabul qilaman deb Alloh o'sha yo'ldagi ozorni olib tashaganligi sababidan jannatiga loyiq qildi, so'roq savolini oson qildi. Chuqur bo'lib qolsa, turpoq bilanmi, biron bir narsa bilan o'sha chuqurni to'ldirib, tekislab qo'yishlik, toki bir odam bexosdan oyog'i o'sha yerga tushib, qayilib, ozor topmasligini ta'minlash uchun tekislab qo'yishlik yo'li. Bu ishlar iymon borligiga, Allohga muhabbat borligiga ishora bo'ladigan ishlar. Kelinlarimizga, biz endi onalarimizga bo'ladi. Katta buvilarimiz, katta onalarimiz hovlini sipirishni o'rgatganda, o'sha mabodo turpog'i chiqsa, shunaqangi o'nqir-cho'nqir joyiga to'ldirib, oyoq bilan bosib, tekislab qo'yishni buyurishardi. Haligi mabodo axlat narsalar chiqib qolsa, uni olib sekin axlatga qo'yishilardi. Lekin turpog'i, qumi hovlidagi o'sha chuqur joylarga qo'yib to'ldirib qo'yilardi. Mana shuni o'rgatishgan, ular farzandlariga o'rgatgan. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'lni haqqi deb o'rgatayotgan joylarida yo'lni haqqi ana shu o'nqir-cho'nqirlari bo'lsa tekislab qo'yishlik, yo'lni ravon qilib qo'yishlik shuni haqqi dedilar. Bugungi kunga kelib davlatimiz tomonidan juda katta masofadagi yo'llar asfalt qilinib tekislab qo'yilayotganini bugun guvohimiz. Muhtaram yurtboshimiz boshchiligida bu ishlarga qaralyapti. Shaharlar aro yo'llar qanaqa edi? Samarqandga boradigan bo'lsak ham, Jizzaxga o'tgandan keyin to Samarqandga borguncha u chuqurdan qochaman desa, bu chuqurga tushib qolinardi. Hozir mana yaqinda borib keldik, tekis qilib qo'yilgan. Qo'qonga boriladigan bo'lsa, Perivaldan o'tiladigan bo'lsa, Perivaldan yurishlik juda o'ziga yarasha mashaqqat edi. Hozir mashinalar ravon yuradigan qilib tekis qilib qo'yilgan, alhamdulillah. Shahar hokimlari, viloyat hokimlari bu ishga bosh-qosh bo'lib, yo'llarni juda chiroyli qilib tekislab qo'yilayotganligi
albatta tahsinga loyiq. Bu nafaqat ularni nomai amoliga ajr mukofot yozadi, balki ularga bu sadaqa joriya bo'lib qoladi. Shu ishga hissa qo'shganlarning hammasiga sadaqa joriya bo'lib yoziladi. To umrini oxirigacha, to qiyomatgacha shu yo'ldan foydalangan odamda zikr qilib o'tsa, Xudoga shukr deb shukr qilib o'tadigan bo'lsa, savob Xudo beradi. Bu savobga shu yo'lni qurganlar sherik bo'lib qoladi. Ularga ham bu savob tinmasdan yozilib turadigan fazilatga ega bo'ladi. Biz musulmon nomimiz bo'lib turib, eshigimizni tagiga do'ngalik qilib qo'yibmiz. Shu musulmon degan nom chiqib ketadi shunda, agar bilsangiz. Qancha odam ozor chekib o'tyapti. Uni hajmlari bor, uni tartiblari bor. O'sha tartiblariga, hajmlariga e'tibor qilinsa, uni yo'li boshqa. Lekin o'tadigan yo'lovchilarga, hatto kalaska yetaklab o'tayotgan, kalaskada yurayotgan odam ham u do'ngalikdan o'tib olishi qiyin. Kimdir yordam bersa, bir amallab o'tib olishi mumkin. Ba'zi shunaqa do'ngaliklar bor. Bu ish Rasulullohning aytayotgan aziyatni olib tashlash degan so'zga to'g'ri kelmaydi. Bu bizi uchun jinoyat. Alloh rahmat qilsin, Orif hoji buva birga ko'p yurganmiz, bilasiz. Shunaqa joydan sekin mashinani to'xtatib, mashina lo'killab tushib o'tadigan bo'lsa, yo'lga belvo tashabsan, belingga belvo tushsin deb duo qilib o'tib ketardilar. Qarang, bu qanaqa duo bo'ldi? Balkim boshqacha niyat bilan qilgandir u. Lekin umumiy musulmonlarga, yo'lovchilarga ozor beradigan ish qilib qo'yganiga bu yaxshilik bo'lmas ekan. Faqat yomon duo olishligiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun shunaqa narsalar to'g'risida mana davlatimiz yaqinda qaror qabul qildi. Noto'g'ri yo'lga shunaqa narsa qo'yilgan bo'lsa, kerak bo'lsa olib tashamasa, katta jarimalar ham qo'llanadigan bo'lyapti. Bu ham bo'lsa, yana bizga iymon va e'tiqodimizni mustahkam qilishimizga yordam beradigan ishlardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar 2 kishi, 3 kishi to'planib qolsangiz yo'lda, yo'lni chetiga turib gaplashing deb o'rgatdilar. O'tadigan odamlarga ozor bo'lmasligi kerak ekan. Yo'lda bemalol o'tib borishligi kerak bo'lar ekan. Ba'zan ikkita mashina bir-birini ko'rib qolsa, uzoq qarindosh bo'ladimi, sinfdoshi bo'ladimi, kursdoshi bo'ladimi? Ikkalovi ham mashinani bir xil tezlikda haydab turib, gaplashib ketishadi. Bu yoqda shoshayotgan bordir. Banisaga ketayotgan odam bordir. Yo bir joyda yong'in bo'layotgan bo'lsa, o'sha yoqqa borish kerak bo'lgan odam bordir. Yo'q, ular bilan ishi yo'q. Ikkalovi gaplashib olish kerak. Gaping bo'lsa, ikkala mashina chetga o't, yo'lni bo'shatib qo'yib gaplash. Bu kibr. Bu manmanlik. Bu jannatni hididan mahrum bo'lishlik. Bu Allohning rahmatidan o'zini benasib qilishlik. Bir og'iz bir narsa desangiz, sizga bobillab ketishadi. Urushib, so'kishib ham ketadi kerak bo'lsa. Bu ish albatta katta gunoh ekan. Rasululloh chetga turib gaplashinglar deyaptilar. Undan keyin chetda turgan holatimizda o'tgan odamlarga salom berishlik yo'lli haqqi. Yosh kattalar, agar yosh kichkinalar salom bermasa, yosh kattalar salom bersin. Yoshlar o'zi yosh kattalarga salom berish kerak.
Agar ular bermasa siz beringki, uni odobini chaqlaysiz, bir sunnatni ihyo qilasiz. Rasulullohni bir salom beringlar degan sunnatlarini tiriltirasiz. Rasululloh aytayaptilarki, mani sunnatim yo'q bo'lib borayotgan joyida yoki yo'q bo'lib ketgan sunnatimni kim tiriltirsa, hayotga qaytarsa, unga 100 ta shahidni savobi beriladi. 100 marta jonimizni berar ekanmiz, 100 marta Xudo bergan mol mulkimizni Allohning yo'lida sarf qilsak, o'sha savobga, ajrga ega bo'lar ekanmiz. Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhi kitoblarida 70 ta shahidni savobi beriladi deganlar. 70 ta shahidni savobiga ega bo'lish ham juda katta so'z. Siz bitta salom berib qo'yishingiz bilan shuncha ajrga, mukofotga ega bo'lib turibsiz. Bu ulug' ish emasmi? Shu yo'lni o'zida ibodat qilib ketyapsiz. Yo'lni o'zida amri ma'ruf, nahi munkar qilib ketyapsiz. Yo'lni o'zida Allohga yaqin bo'ladigan ishni amalga oshiryapsiz. Bu ulug' ish emasmi? Yo'lni yana haqlaridan biri Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh bilan ketayotgan edik. U kishi tuplaydigan bo'lib qoldilar. Shunda chap tomonlariga boshlarini o'girib, yo'lni chetiga tupladilar va oyoqlari bilan tupuni ezib, keyin yo'llarida davom etdilar. Yana hadisda rivoyat qilib aytiladiki, kim balg'am ko'chirib tuplasa, oyog'i bilan ezib yo'q qilsin yoki ustiga turpoq tashlab ko'mib ketsin deydilar. Shetda ham yo'lni chetiga deganlar. Bu ham sunnat. Rasulullohning sunnatlari yo'lni odoblariga kiradi. Yo'lni odoblariga kiradigan yana bir ish, ertalab uydan chiqdingmi ko'chaga, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim, ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun deb bilganimizcha shu duoni o'qib chiqishligimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim shuni aytib chiqadigan bo'lsa, to qaytgunicha sog' salomat qaytadi uyiga deydilar. Ko'chada yurganda turli bu kishiga tegishi mumkin bo'lgan, kelishi mumkin bo'lgan balolardan, falokatlardan, musibatlardan salomat bo'ladi deb aytadilar. Uyda o'tirgan, kuzatib qo'yayotgan ahliyalarimiz, ayollarimiz, ular ham shu duoni o'qib, Alloh erimni, bolamni senga omonat qilib topshirdim. Ko'chadagi ishlarni rivojini, barakasini bergin deb, sog' salomat menga keltirib qo'ygin deb duo qilishlari kerak bo'lar ekan. Bu ham yo'lni odoblariga kiradi. Yo'lga yurishi odoblariga kiradi. Ulov minadigan odam, avtobusga chiqasizmi, o'zingizni mashinangizga minasizmi, samolyotga yoki poyezdga o'tirasizmi, kemaga o'tirasizmi, Alloh taolo aytadiki, o'tirgandan keyin men buyurdim mana bu so'zni aytishlikni deb Alloh aytadi oyatida. Subhanallazi sakhkhara lana hadha va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Parvardigor, seni poklaymiz. Bizga mana shu ulovni bo'ysundirib berding. Uni biz bo'ysundira olmasdik. Seni iltifoting bilan bu ulov bizga bo'ysundi. Albatta biz seni huzuringga qaytuvchimiz. Seni kuch-quvvatingdan o'zga kuch-quvvat yo'q.
Yana duoni davomi borki, Parvardigor bu safarimizni bizga xayrli safar qil. Savobli safar qil. Ilm, ma'rifat safari qil. Halollik, poklik safari qil. Bu safarimizni tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik safari qilgin. Yana sog' salomat vatanimizga, xonadonimizga, oilamizga qaytib kelishimizni nasib etadigan safar qilgin deb so'rash kerak. Hazrat Musa alayhissalom, mana hozir qori akamizlar o'qidilar Kahf surasida, bizga bu safarimizdan nasob yetdi, ko'p qiyinchilik, mashaqqat yetdi safarimizda deb safari mashaqqati borligini alohida u kishini tilidan Alloh qayd etib bizni ogohlantirib turibdi. Shuning uchun mana bu duolarni o'zimiz o'qib, Alloh xayrli safar qilgin, yengil safar qilgin, mashaqqatlarni ko'targin, falokatlarini ko'targin deb duo qilib yo'lga chiqishligimiz ham bu sunnat bo'ladi, ham vojib amallardan bittasi bo'lar ekan. Chunki Alloh buyuryapti-da duo qilib chiqishlikni. Yo'lda yana bitta ulug' odob yo'lovchilar bir-biriga yo'l berishligi. Boyagi so'zimizda shoshayotgan odamlarga o'ng tomondan yursa, chap tomonidagi joy qolsin, shoshayotgan odam manziliga yetib boradi deb, yoki ro'paradan kelayotgan odam bemalol o'tib boradi deb aytib o'tdik. Bu alohida yo'l berishlik. Yo'l berishlik bu alohida ulug' sunnat. Ulug'larimiz aytadilar, hadisni mazmuni deb aytadilarki, siz yo'l bersangiz, Alloh sizga yo'l beradi. Siz yo'l bersangiz, Alloh sizni yo'lingizni oson qiladi. Siz birovga yo'llarni yengil qilib, bo'shatib yo'l beradigan bo'lsangiz, Alloh sizga ham shunaqa yo'l bo'shatadigan, yo'llarni oson qiladiganlarni Alloh ro'para qiladi. Biza yo'l bermasa, mashinada ketayotganda qarsillatib signal chalamiz. U mahallaning ichida ketayotgan bo'lsa, u xonadonlarda bemorlar bo'lishi mumkin. Xotirjam bir narsani xayol qilib o'tirgan odam birdaniga qattiq signal bersangiz, u qon bosimi oshib ketsa, biron bir falokatiga siz sababchi bo'lib qolishingiz ham mumkin. Shunchalik ko'chaga chiqib zarar ziyon keltiruvchilardan bo'lib qolinar ekan. Rasulullohning yaminan degan so'zlarida sabr bilan degan ma'no ham bo'lgan ekanda, ashabi kirom bunga e'tibor qilishgan. Shoshmasdan yurganlar. Hazrat Ali karramallohu vajhahu saharda bomdodga qarab yurdilar. U kishi kichkina tor ko'chadan chiqib, keyin Rasulullohning masjidlariga qarab yurar ekanlar. Haligi yo'lda keksa yoshga borib qolgan mo'ysafet Yahudi otaxon ketayotgan ekan. Juda bizning tilda aytganda tashvaqqa yurish, chumoli yurish, juda sekin yurayotgan ekanlar. Haligini orqasidan shoshmasdan sabr bilan yurdilar. Oldidan shitob bilan o'tadigan bo'lsam, meni shamolimga bu odam yiqilib tushmasin, ozorlanmasin deb sabr qilib sekin yurdilar. U kishi muyulishga borganda o'zini tomoniga qayilib ketdi. Hazrati Ali masjidga qarab qayilib, shoshilib keldilar. Namozdan keyin Rasululloh bugun sezdinglarmi? Bomdodni vaqtini Xudo ozgina cho'zdi dedilar. Bugun kim nima amal qildi deganlarida hamma jim turdi. Hazrati Ali shunaqa bo'ldi. Qariya otaxonni juda munkunlab qolgan ekan. Oldidan o'tay desam, meni shamolimga yiqilib tushmasin, ozor ko'rmasin deb orqasida sabr bilan shunaqa qilib yurdim.
majbur bo'ldim sekin yurishga deganda, shu ishingga Alloh sendan rozi bo'ldi dedilar. Alloh rozi bo'ldi degan so'zni eshitish qanaqa baxtligini mo'min odam juda yaxshi tushunadi. Hazrati Ali o'zlarida yo xursand, haligi yahudiyni topib keldilar, topib bordilar. Men senga tashakkur bildirmoqchiman. Sen tufayli meni Robbim mendan rozi bo'ldi. Nima deyapsan? Mana shunaqa ertalab seni orqangda keluvdim, sabr qilib. Sen muyulishingda qayilib ketganingdan keyin men masjidga qarab shoshdim. Shu qilgan ishim uchun Alloh mendan rozi bo'ldi. Men sendan rozi emasman. Hayron bo'lib Rasulullohning oldiga kelishdi. Rasulullohga, "Ben bu seni jiyaning menga shunaqa deyapti." To'g'ri aytdi. U Yahudiy Tavrotxon edi. Tavrotdagi Rasulullohning sifatlarini, musulmonlarning fazilatlarini bilardi. Aytdiki, haqiqatda men Tavrotda bu sifatlarni o'qigandim. Ashhadu annaka la rasululloh deb iymon keltirdi. Guvohlik beramanki, siz Allohning haq rasulisiz. Sabr bilan yo'lli odobiga rioya qilganlaridan bir inson abadiy do'zaxdan xalos bo'lib jannatga, iymonga, Allohga do'st bo'lishlikka musharraf bo'ldi. Biz ham odobimiz, yo'ldagi axloqimiz, o'zimizni ham bizga qarab turgan, bizdan ibrat olayotganlarni ham Allohning jannatiga, Allohning rahmatiga, Allohning diydoriga musharraf qiladigan odobni, axloqni egasi bo'laylik. Alloh yo'llarni, haqlarini kamoli bilan rioya qilishlik baxtini, saodatini Xudo bersin. Bitta qisqa so'zimiz shuki, yo'l harakati qonun qoidalarini olib, o'qib, o'rganadigan bo'lsangiz va dinimizdagi, payg'ambarimizning sunnatlaridagi buyurganlarini o'qib, solishtiradigan bo'lsangiz, hammasi islomdan olinganligiga guvoh bo'lasiz. Bu qoidalarga amal qilishlik to'g'ridan to'g'ri ma'noda ibodat bo'lib qolar ekan, sunnatga amal qilish bo'lib qolar ekan. Allohim fazlu inoyatini ziyoda qilsin. Bugun duo so'raganlarimiz qatorida 26 nafar xatmi Qur'onimiz bor. Allohim o'zi qabul qilsin. Bu xatm Qur'onlarni o'qigan onalarimiz mana 25 nafarlari shu uydagi ishini qilib bo'lgandan keyin bizni onalarimizga, opa singillarimizga o'xshab televizorni yoqib yo telefonni titkilab o'tirishmaydi-da, Qur'on o'qishadi. Bu onalarimiz, Alloh rozi bo'lsin, Qur'on o'qish, Qur'onni xatm qilishi lazzatini, uni muhabbatini qalblariga joy qilib olishdi-da. Bu dunyodagisi duosi ijobat bo'lishligi, xonadoniga baraka yog'ilishligi, bu dunyodagisi. Qiyomat kunida Alloh nido qilib chaqiradi. Falonchini qizi falonchi, falonchini o'g'li falonchi edi. Labbay deydi ular Allohga. Jannatning eshigini ochib qo'yib, ularni kiringlar deb buyuriladi. Biz ham harakat qilaylik. Onalarimizga, ahliyalarimizga biz ham tushuntiraylik. U televizor ko'rgani, serial ko'rgani, telefonni titkilagani qiyomat kunida ularni "Ey falonchini qizi kel bu yoqqa" deb chaqiradigan ish bo'lmaydi. Qur'on o'qigani chaqiradi. Qur'on o'qigani Xudo do'st qiladi, o'ziga yaqin qiladi. Mana shuni tushuntiraylik, shuni bir og'iz gapiraylik, chiroyli bo'ladi. Yana farzand talablar, farzandlari reanimatsiyada yotganlar bor ekan, bemorlar bor ekan.
Yaqinda bir hoji onamiz operatsiyalardan chiqdilar, bularni haqlariga yaxshi chiqdilar deb juda xursand bo'lib turishibdi. Tez fursatlarda yana sog'ayib, tiklanib, sog'liqlari yaxshi bo'lib ketishligini, ish boshlagan ukaxonlarimiz bor ekan, bular duo so'rashyapti. Xalqimizga ham, oxiratimizga ham, dunyoyimizga ham foyda bo'lsin deb duo so'rashyapti. Yana bir qancha duo so'raganlar bor. Xatmi Qur'onni so'ngida mana shu duolarni ado etamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.